Assalomu alaykum do'stlar. Demak, biz bugun ChatGPT'ni Go versiyasini, ya'ni $5 versiyani tekinga olishni ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun bizga ChatGPT kerak bo'ladi. ChatGPTga kiramiz. Saytga kiramiz. Kimdadir agar bu yerda nimasi bo'lmaydigan bo'lsa, nomi bo'lmaydigan bo'lsa, bu yerda ko'rishligimiz mumkin. Demak, bu yerda ma'lumotlar berib ketilgan. Demak, bu yerda agar kimdir registratsiyadan o'tmagan bo'lsa, email orqali registratsiyadan o'tib oladi va registratsiya o'tgandan so'ng PT Go tugmasini bossak, mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerda $5 oyiga turibdi va bu hali olinmagan. Hozir biz mana bu versiyadamiz, mana bu besplatni versiyasidamiz. Demak, buning uchun bizga do'stlar Urban VPN kerak bo'ladi va bu yerdan India deb yozib olamiz va Indiyaga qo'yamiz. So'ngra Connect pastda Connect bo'limi bor. Shu Connectni bossak Indiyaga o'tadi. Va mana do'stlar ko'rishimiz mumkin. Demak, connected bo'ldi va yana bir agar telefonda bajarmoqchi bo'lganlar Planet India degan VPN bor. O'sha VPN dan foydalanishlik mumkin. Demak, endi VPN ni yoqib oldik va buni o'chiramiz. ChatGPTga bir marta obnovleniya beramiz do'stlar. Va hozir adashmasam ma'lumotlar o'zgaradi do'stlar. Mana ko'rishimiz mumkin. $5lik tarifi endi bizga $0 bo'lib, 0 Hindiston pulida ko'rinmoqda do'stlar. Endi bu yerdan polichit besplatni bosib olamiz va ma'lumotlar ketmoqda. Va mana ma'lumotlar keldi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin 00 turibdi, 1 yillik, ya'ni bu yerda emailimiz va kartani bosamiz. Endi bizga viza karta kerak, imya, familiya va bu yerda pastda Hindiston adresi kerak. Demak, bularni biz qayerdan olamiz? Tepada saytlar bor. Mana saytlarga kirib qo'ygan. Bu yerda bu saytga oddiygina kirasiz va mana bu boshida 5lik 55 182 77 06 qilib terasiz, chunki faqat shu viza kartalarga beriladi. Bu besplatni esa qolganlarga ishlamasligi mumkin. Demak, bosamiz va generate, bu yerga CV ni to'ldiramiz va generate tugmasini bosamiz va ma'lumotlar ko'rinadi. Demak, bu yerdan endi xohlaganimizni olamiz. Mana masalan oldik, qo'ydik. Mastercard bo'lib chiqdi adashmasam. Demak, 1232 va 402. CV 402 emailga xohlagan narsamiz. Masalan, Jani Endi bizga Indiyani ma'lumoti kerak, ya'ni Indiya adresi kerak. Uni qayerdan olamiz? Bu yerda random adres degan joy bor. Mana xohlaganimiz adres chiqarib beradi. Generate tugmasini bu yerda Indiyani tanlaymiz, generate tugmasini bosamiz va bu yerda Indiya ma'lumotlari kelib chiqadi. Demak, Mumbayda tanlab olamiz. Indiyadan Indiya turibdi, to'g'ri. Bu yerda Mumbay. Mana Mumbay mana bunaqa shahar borlarni tanlaydi, chunki mana bu yerda pin kodlari chiqishi kerak. Demak, ikkinchi adresga bu tepadagi adresni olamiz. 6A uymi shunaqa xullas. Mana buni qo'yib oldik. Demak, bu yerga bitishkani qo'yamiz va mana ko'rishimiz mumkin. Bizga подписаться degan yozuv chiqadi. Demak, buni bosamiz va ozgina kutamiz. Ya'ni robot degan, ya человек degan nima chiqadi? Galochka chiqadi. Demak, galochkani ustiga bosamiz va biz robot emasligimizni isbotlaymiz. Demak, slon deyapti. Filni tanlashimiz kerak. Dalshi yana fillarni tanlashimiz kerak. Okey. Xudo xolasa mana обработка qilyapti. Mana do'stlar, obработка qilib bo'ldi va xudo xolasa $5 ChatGPT'ning
Demak do'stlar, videoni yozib oladigan nima deydi, dasturimni versiyasi pro bo'lmaganligi uchun vaqt tugab qoldi. Demak, bu yerda mana ChatGPTni olib bo'ldik. Ko'rishligimiz mumkin. Flagman 5.2. Demak, bu yerda ma'lumotni ko'rishligimiz mumkin. Mana bizning ma'lumotimiz mana bu 0 bo'lib turibdi. Do'stlar, endi bu yerda mana VPNni o'chirib qo'yamiz. VPNni o'chirib qo'ydik va mana bu hozir ma'lumotni yangilaymiz qaytadan. Demak, buni o'chirib tashlaymiz. Mana buni email настройкаga o'tsak, sizlarga emailni ko'rsatmoqchi edim, qaysi emailligini. Demak, boya chunki hozir farshironi bo'lib qolishligi mumkin, o'shaning uchun birato'la ma'lumotlar bilan ulashib ketmoqchi edim. Demak, obnovit planni bosamiz. Obnovitni bossak, xullas shunaqa mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa pul ajratmasdan bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Tekinga olsak bo'ladi. Endi agar bu yerda plus yoki proni sotib oladigan bo'lsak, demak turlari mavjud. Tak. Xullas do'stlar, mana plan bo'yicha yangilandi. Endi biznes rejimi. Bu yerda ham planni yangilab qo'yganmiz. $4 turibdi. Tak, plan bo'limiga o'tamiz. Lishniy plan, xullas shunaqa ma'lumotlar. Bu yerda yangi ma'lumotlar qo'shilgan do'stlar. Hammaga omad, hammaga daromad. Bemalol kirib, shunaqa Go'ni sotib olishinglar mumkin. Sotib olishinglar emas, besplatni olishinglar mumkin, ya'ni pulsiz olishinglar mumkin. Hamma ma'lumotlar описаниеda bo'ladi, saytlar ham описаниеda bo'ladi do'stlar. Bemalol saytdan foydalanishingiz mumkin. Bir ma'lumot, sayt Urban VPN yoqilgan payti mana bu ikkita randomli saytlar ishlamasligi mumkin. Birinchi bu saytlarni yoqib olib, keyin Urban VPN yoqishni tavsiya qilaman do'stlar.